Minecraftda juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Ularning ko'plari haqida biz shunchaki unutamiz. Men sizga ularni eslab qolishingizga yordam beraman yoki o'rgataman agar siz ular haqida bilmagan bo'lsangiz. Bu Minecraftda qilishni boshlashingiz kerak bo'lgan 10 ta narsa. Yoqimli tomosha tilayman. Birinchi nomer. Olmoslarni topish juda qiyin va kam odam kamida ikkita bo'lakni topish uchun soatlab o'yin o'ynashni xohlamaydi. Ammo men sizni xursand qilishga shoshilaman. Aslida olmoslarni topish juda oson. Buning uchun sizga kerak bo'lgan hamma narsa daryo va ozgina sopol. Ehtimol bu eng zo'r hiyla. Agar siz daryoda sopol uchastkasiga duch kelsangiz, unda siz olmoslarni topganingiz bilan tabriklayman. Z+ o'qib o'ylab bunday uchastkani markazining ikkita blokini o'lchab pastga qazib oling. 10 ta holatda 8 tasida siz olmos uyumiga duch kelasiz. Ha, bilaman, bu juda oddiy bo'ldi. Ikkinchi nomer. Buni siz ham bilasiz. Creeper Minecraftdagi eng asabbuzar mob. Konda bir necha kun ishlagandan so'ng siz butun jarayonni buzadigan Creeperga duch kelishdan ko'ra yomonroq narsa yo'q menimcha. Ammo ularni yengish juda oson agar bilsangiz. Portlash zarari o'yinchining oyoqlariga nisbatan hisoblanadi. Agar siz portlash paytida bloklarni oldingizga qo'ysangiz, zararni minimallashtirishingiz mumkin. Shunday qilib, Creeper endi biz uchun qo'rqinchli emas. 3-nomer. Qishloqni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish menimcha hech kimga yoqmaydi. Lekin aytaylik, siz baza qurgansiz va u yerga qishloqqa borishingiz kerak. Lekin buni qaytib qilishni bilmayapsiz. Bunda sizga kerak bo'ladigan narsa qayiq va arqon. Shunchaki qishloqning oldiga borib, qayiq qo'yasiz va uni itaraverasiz va keyin arqon bilan bog'lab bazangizga sudrab borasiz. 4-nomer. Gubkani ishlatib siz suv to'plashingiz mumkin va ho'l gubkani pechga qo'yib siz yana quruq gubkani olishingiz mumkin. Ammo siz buni bilmasligingiz mumkin. Yoqilg'i pechiga qo'yganingizdan so'ng uning o'rniga bo'sh chelak qo'yib suvni qaytarib olishingiz mumkin. Va agar sizda bir chelak lava bo'lsa, uni bitta harakat bilan burish mumkin. Pechga qo'yilganda chelakdagi lava avtomatik ravishda yo'qoladi va chelakda suv paydo bo'ladi. 5-nomer. Rasm orqasidagi yashirin kirishni amalga oshirishingiz mumkinligini hamma allaqachon biladi, ammo bu usul to'g'risini aytsam eskirgan. Har safar devordagi rasmni ko'rganingizda siz instinktiv ravishda u orqali o'tishga harakat qilmoqchisiz. Ammo yashirin o'tish joyiga kirishni oldini olishning bir necha yo'li mavjud. U orqali o'tishni qiyinlashtiradigan rasm orqasidagi lyuklarni joylashtirishingiz bir nechta variantlari mavjud. Agar siz ularni shunday qo'ysangiz, ma'lum bir joyni qidirishingiz kerak bo'ladi. Bu aslida unchalik oson emas. Agar siz lyuklarni shunday joylashtirsangiz, o'tish uchun siz bir vaqtda o'zida sakrab o'tirishingiz kerak bo'ladi. Reklama. Agar reklamani o'tkazib yuborsangiz, qishloqqa o'xshab burningiz uzun bo'lib ketsin. Agar burningiz uzun bo'lib ketishini xohlamasangiz, iltimos reklamani o'tkazib yubormang. Do'stlar, sizlarga arzon va sifatli bo'lgan banner avatarkalar kerakmi? Unda meni taklifim sizlarga Over the Season. Bu shunday kanalki, buning egasi o'zini ishini ustasi. Keling, yaxshi siz uni kanaliga obuna bo'ling va o'zingiz tekshirib ko'ring. Ya'ni unga sizga nima kerak bo'lsa, shuni zakaz qiling. Kanalning silkasi izohlarda bo'ladi va opisaniyada bo'ladi. 6-nomer. Agar siz yana yarim tunda boshpana izlayotgan bo'lsangiz, unda komposter bu masalada sizning eng yaqin do'stingiz. Shunchaki lyukni komposter ustiga qo'ying va ichiga sakrab tushib oling va lyukni ham albatta yoping. Va endi sizda vaqtinchalik bazangiz bor. Bunda joyda siz ertalabgacha xavfsiz o'tirishingiz mumkin. 7-nomer. Xorus mevasi oziq-ovqat sifatida juda yaxshi emas, lekin aslida bu juda foydali narsa. U sizni 8 blokli radiusdagi tasodifiy qattiq yuzaga teleportatsiya qiladi. Bu shuni anglatadiki, tasodifan lavaga tushib bunday mevani iste'mol qilsangiz, siz yana xavfsiz joyga paydo bo'lishingiz mumkin. Garchi siz o'zingizni qandaydir tarzda o'chirishingiz kerak bo'lsa-da, baribir inventaringizda bunday mevani olib yuring. 8-nomer. Ko'pincha gulxan ajoyib pech ekanligini unutishadi. Ya'ni bu tom ma'noda cheksiz pech. Hech bo'lmaganda oziq-ovqatlar uchun va gulxan hech qanday yoqilg'ini talab qilmaydi. Agar siz tasodifan gulxanni suv bilan o'chirib qo'ysangiz, tashvishlanmang. Agar siz uni Silk Touch sehri bilan sehrlangan lopatka bilan sindirib qo'ysangiz, u yana yonadi. Men bu xatomi yoki foydali xususiyatmi bilmayman, ammo bir kun kelib foydali bo'lishi mumkin. 9-nomer. Aytaylik, siz shunchaki ustuni tugatdingiz, masalan bayroq yasab, keyin yana bir chelak suvni unutganingizni esladingiz va ustunni buzish esa variant emas. Ammo asal, dinamit yoki har qanday blokdan foydalanib, siz darhol har qanday balandlikdan juda tez tarzda tushishingiz mumkin. Buning uchun siz blokni qo'yib tez buzib yana bir marta qo'yishingiz kerak va yana bu water drop qilishdan xavfsizroq. 10-nomer. Agar siz qachondir Minecraft dehqonchiligi bilan shug'ullangan bo'lsangiz, ehtimol siz markazda bunday suv kabi ish qilgansiz. Ammo siz bu masalani qandaydir tarzdan bezash mumkinmi deb hayron bo'lganmisiz? Agar shunday bo'lsa, bu juda yaxshi. Hazil shundaki, suv har qanday blokdan haydalgan yerdan o'tish shart emas. Suv va yer o'rtasida tosh va har qanday blok, hatto havo bo'lsa ham, hamma narsa yaxshi o'sadi. Ha, yer tinchgina havoda ham namlana oladi va bu menimcha ajoyib narsa. Videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'ling va like bosishni ham esingizdan chiqmasin.